Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Do'stov Sunnatullo Rahmonovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisiman. Bugungi o'tiladigan mavzumiz yuzlik mavzusida og'zaki va yozma hisoblash metodikasi, og'zaki hisoblash texnologiyalari. Reja: ixtisoslashtirilgan boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil etish, ixtisoslashgan sinflarda darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda masalalar yechish metodikasi. Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 7-avgustdagi 173-son qaroriga muvofiq ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan davlat umumta'lim muassasalarining ixtisoslashtirilgan sinflari, davlat ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasalari to'g'risidagi nizomi qabul qilingan. Nizomda ixtisoslashtirilgan sinf va ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasasining asosiy vazifalari va funksiyalari belgilab qo'yilgan. Quyidagilar ixtisoslashtirilgan sinf va ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasalarining asosiy vazifalari hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'limning chuqurlashtirilgan fanlari bo'yicha o'quvchilarning davlat ta'lim standartlari talablaridan oshadigan chuqur ta'lim tayyorgarligini ta'minlash, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini oshirish va faollashtirish, har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda mustaqil tadqiqotchilik faoliyati ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish, professional dastur ta'limlarini ongli ta'minlash, ongli tanlash va keyinchalik o'zlashtirish uchun asos yaratish. Yuklangan vazifalarni bajarish uchun ixtisoslashtirilgan sinf va ixtisoslashtirilgan umumta'lim muassasalari quyidagi funksiyalarini amalga oshiradi. Respublika aholisining bolalarni ixtisoslashtirilgan chuqur o'qitishga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash. O'quvchilarning qobiliyatlari, qiziqishlarini hisobga olgan holda umumiy va ixtisoslashtirilgan shaxsga yo'naltirilgan o'qitishning ta'lim dasturlarini amalga oshirish, o'quvchilarning iqtidori va kamol topishi dinamikasining psixologik, pedagogik diagnostikasini amalga oshirish, ta'limning uzviyligi va uzluksizligi asosida intensiv intellektual rivojlantirilishi, chuqurlashtirilgan ixtisoslashtirilgan o'qitishni ta'minlash, asosiy va qo'shimcha ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va ular integratsiyasini amalga oshirish, loyihadagi o'qitishga o'tgan holda ta'lim jarayonini individuallashtirish va tabaqalashtirish, ta'lim jarayoniga innovatsiya, pedagogika va zamonaviy